U zot Xadijani juda ham yaxshi ko'rardilar. Ular Xadijani hech qachon yoddan chiqarmadilar. Hech qachon unutmadilar. Ular olamdan o'tgandan 4 yildan so'ng u zotning kuyovlari Abul As urushda asir tushadi. U Badrda musulmonlarga qarshi jangga chiqqan bo'ladi va qo'lga tushadi. U zotning qizi, to'ng'ich qizlari Zaynab eri uchun to'lov kafolat sifatida taqinchoqlarni yuboradi. Taqinchoqlar u zotning oldiga qo'yilganda, u zot bu taqinchoqlarni qayerda ko'rganliklarini shu zahoti biladilar. Bu Xadija onamizning taqinchoqlari. Taqinchoqni ko'rgan zahotlari yo'q. U zotning yuzlaridan ko'z yoshlari tomishni boshlaydi. Va u zotning atrofidagilar bu holatni ko'rib, bu hissiyotlarni ko'rib hayratga tushadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam his qilayotgan narsadan hayratlanib, hatto ba'zilari uzr so'rab, hammasi yaxshimi deb so'rashdi. U zot sollallohu alayhi va sallam: "Sizlar hech narsa qilmadinglar. Men shunchaki bu taqinchoqni taniyman. Bu mening Xadijamniki. U buni bizning qizimiz Zaynabga bergandi va bu taqinchoq menga uni eslatib yubordi", deydilar. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uyda o'tirganlarida o'zlari taniydigan taqinlashni eshitdilar. Xadija onamiz ham eshikni xuddi shunday taqillatar edilar va bu ularning singillari Xala edi. Bu tovushni eshitishlari bilanoq payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'rinlaridan sakrab eshikka yugurdilar va "Ey Alloh, bu Xala bo'lsin, bu Xala bo'lsin, qaynasinglim Xala bo'lsin" derdilar. Va eshikni ochganlarida bu Xala bo'ladi va u zot uni ichkariga taklif qiladilar. O'tirib Xala bilan soatlab Xadija onamiz haqida gaplashardilar. Bu ularning vafotidan bir necha yillardan so'ng, hatto keyinchalik ayollardan biri Oysha onamiz ham aytadilar: "Ba'zida Rasululloh uchun bu dunyoda Xadijadan boshqa inson yo'qdek tuyulardi. Doimiy gapiradigan narsalari, har qanday kichik narsa bo'lmasin, Xadija unday qilardi. Bilasanmi nima? Xadija xuddi shunday qilardi. Mana shunday qilishni yoqtirardi", deya berardilar. Har doim u zot ularning vafotlaridan so'ng 12-13 yil hayotlari davomida ularni hech ham xayollaridan ko'tarmaganlari, doim yodda saqlaganlari, mana bu haqiqiy muhabbat. Bu Muhammad sallallohu alayhi va sallam va Xadija radhiyallohu anholarning muhabbat hikoyalari edi.